Xo'p, assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan bugun mukammal Kinobot ochishni ko'rib chiqamiz. O'zim yaratgan Kinobot, mm, shuni ishlatishda va qanaqa ishlashini sizlarga tushuntirib o'taman. Birinchi navbatda test sifatida ishlatib ko'rishimiz uchun bizga yangi bot ochib olamiz, chunki bot tokeni bizga kerak. Xo'p, buning uchun bot fazerga kiramiz va new bot buyrug'ini bosamiz. Botimizga nom beramiz. Misol uchun oddiy test. Xo'p. Endi username. Username'ga test kino misol uchun 67 bot deb qo'yamiz. Xo'p. Bot bizga token berdi. Buni nusxalab olamiz. Endi VS Code'da bot faylimizni tashlab olamiz. Ya'ni tayyor kodda yozilgan. Bunda ikkita fayl bor. Main va database. Mainda hamma amallar bajarilgan. Database'da datalar olish uchun. Xo'p, birinchi hozir men Kinobotda eski ma'lumotlarni o'chirib yuboray. Chunki buni test qilib ko'rganman. Ya'ni hozir o'zim ham ishlatyapman. Bu shuni kodi. Xo'p, toza bo'ldi. Endi birinchi qiladigan ishimiz boya olgan bot tokenimizni mana token degan joyga qo'yish. Xo'p, bot tokenimizni qo'yamiz va admin ID'si kerak bizga. O'zimiz akkauntimizni ID'si. Xo'p, buning uchun Telegramdan xo'p, adashmasam user info botmidi shunaqa. Xo'p, user shu bo'lishi kerak adashmasam. Start bosamiz. Yo'q. User info bot bo'lishi kerak. Xuddi shu. Mana bizga ID raqamimizni berdi. ID raqamimizni kopirovat qilib olamiz va admin IDga yozamiz. Xo'p, oxirgisi bittasi ochiqcha bo'ldi. To'g'ri, 416 oxiri. Bo'ldi. Bu yoqqa admin username'ini bu hozirda turaveradi. Chunki o'zimning eski kanalimni username'i. Xo'p, bu yoqqa karta nomer kiritiladi to'lov uchun, chunki bu premium botlar oylik to'lov bo'ladi. Oylik to'lovlar narxlarini o'zinglar almashtirsanglar bo'ladi va klik avto to'lovni kiritib qo'ysanglar bo'ladi. Buning uchun sizlarga merchant klik bo'lishi kerak, ya'ni klik bilan shartnoma bo'lishi kerak. Xo'p. Endi sizlarga botni qisqacha qilib xo'p, ishga tushirib ko'ramiz. Python main.py faylimizni ishlatamiz. Xo'p, bizda ishlagan bo'lishi kerak, chunki hali botga start bosmaganmiz. Buning uchun botga o'tamiz. Bot fazer va botimiz mana. Xo'p, start bosamiz. Start bosganda uzr. Bo'ldi, bot ishga tushdi. Start pulling. Hozirda pullingda. Xo'p, test rejim nomi test ya'ni. Xo'p, boshqatdan start bosamiz. Bu bizda bu foydalanuvchi uchun kino qidirish, ma'lumotlar, yordam va premium obuna menyulari chiqadi. Kino qidirishni bosganda kino kodi yoki nomini yuboradi. Misol uchun bitta harf yuboradigan bo'lsa, shu harf qaysi kinoda bo'lsa, hammasini tashlaydi. Shunaqa. Hozir bizda baza ulanmagani uchun hech narsa qaytarmayapti. Birinchi xo'p, admin panelga o'tamiz. Admin paneli ham juda mukammal. Statistika, reklama, baza kanal, admin qo'shish, user boshqaruvi, kino baza, kanallar. Kanallarda majburiy kanallar qo'shib o'chirsangiz bo'ladi. Kino baza, mana kino qo'shish, qism qo'shish, kinoni o'chirish va nomini tahrirlasangiz bo'ladi. Xo'p. User boshqaruvidan userda ID'si orqali unga premium berishingiz va premium olib qo'yishingiz mumkin. Hammasini nazorat qilsangiz bo'ladi. Hozir birinchi navbatda baza kanalini sizlarga qo'shib ko'rsataman. Xo'p. Username'ni kopirovat qilamiz va bizda yangi kanal ochib qo'yamiz. Baza.
ommaviy bo'lishi kerak. TG kino bot 77 baza deb qo'yamiz masalan. Save qilamiz. Hop. Skip va botga admin beramiz. Administrator. Botning username'ini yozsak chiqib keladi. Hop, admin beramiz va botni havolasini nusxalab olamiz. Uzr, kanal havolasini nusxalab olamiz. Hop, baza qo'shish, kanal ID'si yoki username. Bizga username bilan qulayroq. Yoki HTTPC bo'lishi kerak emas, shunchaki kuchukcha bilan yuboramiz. Yoki kanal ID'sini yuborsak ham bo'ladi. Hop, baza kanali saqlandi. Orqaga bosh menyuga qaytib kelamiz. Avvaliga sizlarga mana ma'lumotlarim bosilganda profilingiz, ID raqamingiz, ism, status ko'rinadi, muddati. Misol uchun bu o'zim akkauntim. Keling, o'zimizga premium berib ko'ramiz. Hop, admin panel, user boshqaruvi. Aytgancha, hozir biz admin bo'lganimiz uchun bu bemalol ishlayapti. Chunki oddiy foydalanuvchilarda 4 ta menyu bo'ladi. Ular oylik to'lov sotib olmasdan turib, hech qanaqasiga botni ishlata olishmaydi. Sizlarga to'xtab turinglar, boshqa akkauntimdan kirib start bosib ko'rsataman. Ya'ni oddiy user bo'lib. Hop. Mana misol uchun bunga o'tamiz. Bu o'zimning kino botim. Hop, mana oddiy user kiradi. Start bosadi. Agar majburiy obuna kanal bo'lsa, birinchi bu yoqda chiqib keladi. Hozir buni ham qo'shib ko'rsataman. Hop, bot menyusiga kanallar, kanal qo'shish, kanal ID'si yoki username. Hop, bizga username ma'qulroq. Hozirgi username qani? Shuni qo'shib turaylik. Baza kanalda bir yo'la ikkalasiga ham qo'shib turamiz. Hop, mana majburiy obuna ro'yxatiga qo'shildi. Endi ishlatib ko'ramiz. Boshqatdan start bosganimizda mana bizdan kanalga qo'shilib so'rayapti. Kanalga qo'shilib tasdiqlab ishlatsak bo'ladi. Bo'ldi, tasdiqlandi. Ko'rishingiz mumkin. Kino qidirishni ustiga bossam, tariflarni tanlang deydi. Premium obuna. Bu yoqda klik. Hozircha ishlatganim yo'q, chunki menda klik tokeni yo'q. Ya'ni klik bilan rasmiy shartnomam yo'q. Admin orqali bosasiz. Misol uchun bu yoqqa o'zingiz karta raqamingiz, ism familiyangizni yozib qo'yishingiz mumkin. User misol uchun foydalanuvchilar qaysi biri qulay bo'lsa, hozir ma'lumotlarini bosamiz. Oddiy foydalanuvchi turibdi, ya'ni botdan men foydalana olmayman. Bu yoqda yordam, bu yoqda admin lichkasini qoldirishingiz mumkin. Xo'p, demak, mana sizlarga premium olib ko'ramiz. Admin orqali. Xo'p, misol uchun oddiy foydalanuvchilar kiradi, o'ziga ma'qul bo'lgan tarifga to'lov qiladi va chekni yuborish. Bitta livoy rasmda yuborib yuboramiz. Menda qanaqa rasmlar bor? Mana misol uchun rasm. Chek qabul qilindi, admin tasdiqlashini kuting deb userga xabar yuboradi. Bizni admin profilimizga mana bu tarzda xabar keladi. Misol uchun mana foydalanuvchi useri, hd nomi. Bizdan buni o'rnida chek bo'ladi. Misol uchun 15 kun sotib oldi. Bosamiz. Userga xabar boradi. Ya'ni to'lovingiz tasdiqlandi. Sizga 15 kunlik premium status berildi. Botdan foydalanishingiz mumkin. Endi ma'lumotlarimga bossak, ya'ni 13-kungacha bizga premium berildi. Mana vaqtlarigacha. Bugun ko'rishingiz mumkin. 29-dekabr. Shu holatda ishlaydi. Endi kino qidirish, kino kodini yuboring deyapti. Yuboramiz, kechirasiz. Topilmadi deydi, albatta. Xo'p, endi kino qo'shib ko'ramiz sizlar bilan. Majburiy obunani ko'rdinglar.
To'xtanglar. User boshqaruvini ko'ramiz. User boshqaruvi. Xo'p. Mana hozir bizdan shu user, misol uchun premium oldi, to'g'rimi? Adashib, misol uchun premium beravergan bo'lsak, chek soxta bo'lsa yoki boshqa bo'lsa, admin paneldan user boshqaruviga shu userni yuboramiz. Ya'ni barcha ma'lumotlar kelib chiqadi. Name, statusi, qachon tugashi. Bundan premiumni olib tashlashimiz mumkin. Mana premium olib tashlandi. Endi xuddi shuni boshqatdan tekshiradigan bo'lsak, bizda premiumni oddiy foydalanuvchi bo'lib chiqishi kerak. Muddati mavjud emas, oddiy foydalanuvchi. Bunga xohlaganimizcha, misol uchun umrbod yana premium berishimiz mumkin. Boshqatdan yana ko'rsak, ma'lumotlar yangilanishi kerak. Xo'p, mana 2125-yilgacha premium beribdi, umrbod. Ya'ni 100 yil bor yo'g'i. Statistika. Statistikada jam foydalanuvchilar, bugun qo'shilganlar va premium foydalanuvchilar nechtaligi ko'rinib turadi. Xo'p, reklama. Reklama bo'limida siz foydalanuvchilarga xohlagan turingizda oddiy matn, rasm, video, audio kabi reklamalar yuborishingiz mumkin. Misol uchun biz nima yuborib ko'ramiz? Oddiy tekst yuborib ko'raylik. Xo'p, yuborish. Mana reklama yuborildi. O'zimizga ham qaytardi. 2 kishiga yuborildi. Bo'ldi. Jami 2 kishi. Xo'p, adminlar qo'shish, o'chirish hammasi ishlaydi. Asosiy admin hozircha yordamchi adminlar yo'q. Xo'p, admin paneliga qaytish, kino baza, kino qo'shib ko'ramiz. Ya'ni kinoning nomini yozamiz. Misol uchun kino 44-kodda bo'lsin. Endi kino faylini yuboring deydi. Xo'p, ixtiyoriy misol uchun bitta shortsni tashlab qo'yamiz. Xo'p. Shu bo'lsin. Hop, 120 megabit ekan. Hop, shu joyini biroz tezlashtiramiz. Xo'p, mana kino yuklandi. Endi tekshirib ko'ramiz. 44. Bizga kino qaytaryapti. Xo'p, ortga. Xullas, asosiy shulardan iborat. O'zimiz akkauntimizga premium berilmagan. Shuning uchun oddiy foydalanuvchi beradi. Buni to'g'irlashning eng oson yo'li o'zimizga premium berib qo'yamiz. Yo'q, to'xtanglar hozir. Premium sotib olishdan beramiz. Hozir bosh foydalanuvchi menyusiga qaytib turib, misol uchun premium obuna, admin orqali chekni yuborish. Xo'p. Endi rasm yuboramiz. Bu chek ko'rinishi bo'lishi kerak. Mana o'zimizga qaytardi. Birinchi chekni, keyin foydalanuvchiga chek qabul qilindi, admin tasdiqlanishini kuting deb xabar yuboradi. Misol uchun biz umrbodga tasdiqlasak, biz akkauntimizga kelib, to'lovingiz tasdiqlandi. Sizga muddatsiz umrbod premium statusi berildi. Botdan cheklovlarsiz foydalanishingiz mumkin deydi. Ma'lumotlarim rostdan ham 2025-yilgacha bizga premium berildi. Bor yo'g'i 100 yilga. Shunaqa do'stlar. Botlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'zimni Telegram lichkam ili hop YouTube'dan qarasanglar, qayerdan kiradi YouTube'ga to'g'risi. Xullas. Hop, Telegramdan mana shu username'ga bemalol yozishinglar mumkin. Bemalol botlarni ishlatib beramiz. Yana agar kamchilik chiqadigan bo'lsa, sizlarga nimadir yoqmaydigan bo'lsa, to'g'irlab berishimiz mumkin. Faqat
bot kodlarini bera olmaymiz. O'zimiz serverda ishlab turadi. Sizlarga hozir ishlayotgan botimni ko'rsataymi? Hop. Nomi nima edi? Mana. U reklama jo'natilgan. Bu oddiy user profili. Hop. Start bosganimizda kanal qo'shilamiz. Obunani tekshirish. Asosiy menyu. Bu bu kod bilan kino yo'q. 5-kod. 8-kod. Hop. 10-kod. Aytgancha, mana nomi bilan qidirish. Bu yoqda kinoni kodi yoki nomi. Misol uchun, Marvel filmlarini tashlasangiz, 10 ta bo'lsa, Marvel deb yozilsa, hammasini tashlab beradi. Misol uchun bor yo'g'i bitta A harfini yuboradigan bo'lsak, bizga nomida A bo'lsa bo'ldi, tashlab beraveradi kinoni. Xuddi shunaqa raqam. Yana kino qidirishga bosib turib, misol uchun raqam. Mana, birinchi raqamli nishon. Xullas do'stlar, botimiz ishlash tezligini ko'rsatishim mumkin. Javob qaytarishi juda tez. 100 mingtagacha obunachini bemalol qotmasdan jo'natadi. Bu eng oddiy server. Serverimiz pulli bo'ladi. Oylik to'lov 60 ming so'm. Bot ochish narxini kelishamiz chiroyli qilib. O'zimiz serverda turadi. Oylik to'lovni ishlatib, misol uchun bosh to'lovni qilib, botni ochish uchun bemalol ishlatishingiz mumkin. Aloqa uchun Telegramni berdim. Shu Telegram, faqat telefon nomerimga telefon qilib o'tirmanglar akalar. Iltimos sizlardan. Bemalol Telegramdan aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Yana chiroyli botlarni yig'ib bera olamiz, yozib beramiz kerak bo'lsa. Sizlarga rahmat. Kutib qolaman hammanglarni.